Assalomu alaykum. Yakshanbalaringiz xayrli bo'lsin. Toshkent shahridagi Suvsoz dahasida Husayn Payqoro degan bir mahalla bor. Mana shu mahallada mo'jizgina ustaxona bor. Bu ustaxonaga men ham goh-gohida yo'lim tushganda, ishim tushganda albatta kelib turaman. Bu yerda har doim bir do'pli amaki mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Ya'niki o'sha mashina bilan bog'liq muammolarni, kichik muammolarni katta mehr bilan hal qilib beradilar. Har safar shu amaki bilan suhbatlashaman, shu amakini suhbatini olaman deb niyat qilaman-ku, yo fursati yo mavridi bo'lmaydi. Bugun o'sha fursat, o'sha mavridni topdik. Aytgancha, bu do'pli amaki yakshanba kuni ham odamlarga o'zining mehnati bilan xizmat qiladi. Shukr, Allohga yaxshi, shukr, rahmat. Bir necha yillardan beri bilaman, siz meni bilmaysiz lekin. Yo'q. Doim mashinam shu baloni bilan bog'liq muammolar bo'lsa, darrov shu ko'chaga kiraman va har safar sizni shunaqa ish ustida ko'raman-da. Qachondan boshlagan bu temir tersakka qiziqish? Qiziqish endi azaldan bor, to'g'ri. Hada bu ish sohaga bo'yicha 98-97-yillardan boshlaganman-da. Yig'ib ishxonani. Mana ustozim ham shu yerdalar, yonimdalar. Birgalar shu ishni yurg'izib, shu yilgacha mana Xudo xohlasa yuribmiz-da qilmalar. Endi uyda eng kattasiman, o'g'illar ichida 11 farzand bo'lganmiz. O'shani onam rahmatli aytardilar, bolam. Kenjaniki hovlida va onajon, sizdan aylansa shu hovli. Siz aytganingizdek bo'ladi deb, shu bilan sekin imkon topib, bu yoqqa Vodnikka ko'chib keldi, 2 xonaliga. Shu yerdan vatan qilib, shu yerda yashab, keyin sana imkon bo'lganda keyin hovli qilib, hovlida xudoga shu yashayapmiz, bola chaqalar bilan hammasi ish qilib. Qizlarim o'zlarini tinch, o'g'lim yaxshi, o'zlarini tinch. Xudo xohlasa yaxshi hammasi bu yoq. Navaralar nechta navaralar? Nechta ekan? Voy, sanamagancha odam. 4ta, 3ta. 11ta bo'ladi. 11ta bo'ladi. Yaxshi gidi. 11ta Boshqa qiyshuv. Xudoga shukr, o'ziga tinch. Kelsa bir xursand bo'lasiz, nabiralar kelsa. Voy ekan, albatta. Ketsa yana bir xursand bo'lasiz. Bu ham to'g'ri. Quloq tinch deymiz san. Kasbingizni tanlaganingizdan pushaymon bo'lgan paytlaringiz bormi? Yo'q. Albatta bu boshqa sohada ishlaganman, taksida, boshqada ishlaganman. Keyin qarasam taksida hozirgina nima deydi? Kelishmovchilik qanaqa masalada? Ya'ni bir-birini aldash boshlanyapti-da. Men yo'q, men bunga chidolmayman dedim. Mana dedim, bu yerda safarim qardi, endi qaytishim kerak edim-da, shu mana. Keyin bular yuz kelib qoldi, Olimjon. Ha. Shularning maslahatini bo'lib ketdi, xudoga shukr. Mana shuncha yillar, mana 27-yil ketyapti. Men olmayman. Ya'ni o'g'illaringiz shu kasbda qilaman deb astoydil kirishganmi? Bular ikkalaliga o'g'illarim astoydil biladi, ishlaydi kerak bo'lsa. Prosta ular institut bitirganda katta o'g'lim. Bitirgandan keyin soham bo'yicha ishlaydi. Soha bo'yicha ishladi, keyin sal yo'nalishi o'zgarib, xudo shukr qog'ozbozlikka o'tib ketdi. Mayli, u ham любой paytda biroz aytsam kelib ishlaydi. Hech qanaqa mamlaqa jerkinish, boshqa yo'q, unda yo'q, xudoga shukr. Ikkovida ham bu masalada. Tish tirnoq bilan yopishadi, ishlaydi, mehnat qiladi. Bundan qochmaydi, shuncha qoyil qolaman. Xudoga shukr. Qizlarim ham o'zlaridan tinch, Allohning idiga shukr. Bir zavqda hozir boya gap orasida bitta gap aytdingiz, balki sal xafa bo'larsiz bu savolimdan. Kichkina o'g'lim ozgina sho'xlik qilib qo'ydi. Sho'xlik qilib qo'ygan, to'g'ri. Endi taqdir ekan, bo'lmasa mana hech birovga ozor bermagan odam jinoyat qilib qo'ygan, shunga mana hozir qancha bo'ldi yana. Xullas hali borda, 3-4 yil bordi yana. Harakat qilib kamaytirib boshqa qildik-ku, baribir. Peshanali bor ekan, u ham emas. Hali uylantirmagandingiz-a? O'sha uylanmaganda, institut yuraymiz qilgan shu. Shuni uylantirsa mana uyni qilib qo'yganmiz, boshqa tayyor, faqat qancha tezroq shuni to'yini qilib yonimga olsam deyman. Siz yaxshi odamsiz, Mirzoq aka. Allohga shukr. Farzandlaringiz ham yaxshi. Odam xato qiladi-da hayotda. Shunaqa, afsuski shunaqa. Albatta, hali bir pasda 3-4 yil ham o'tib ketadi. Bag'ringizga qaytadi, to'ylar qilasiz, nevaralaringiz ko'payadi. Yana sanomga o'tirasiz. 11 tami, 12 tami. Boriga shukr, boriga shukr. 14 tami deb o'tirasiz. Behisob shukr. Ha, albatta. Shu kunlar yetkazsam. Mana shu filmni eslaysizmi? Hozir ko'rsangiz. Mazali tanimi filmi, eslovim qaysi film ekan bu? Unda ham shofyor yigit bo'ladi.
Ha, nima emasmi? Ana kinokamera nima kamerachi bo'lib o'shami? O'sha rolda o'sha kinomi? O'sha kino. O'sha ko'zlarim yo'lingda kinokamerachi yigit bilan birga o'ynagan aktrisamiz Fotima Rejametova. Hozir Fotima opa bilan ham studiyamizda suhbatlashamiz. Uzoq yillar, ko'p uzoq yillar yashang. Endi men Fotimani mashhurligidan bilaman-da. Endi bilan oilasi juda ham iste'dodli oila edi. Shirnapamdan boshlab, tug'an akamdan boshlab bizga albatta bunaqa darajada aktyorlar juda katta edi bizga o'sha vaqtda. Biz quvonib ko'rardik Shirnapamni kinolarini, spektakllarini, ovoz berishlarini, tug'an akamni rollarini. Mana keyin Zuhriddin, Poti, Husan hammasi mana shu oiladan chiqib yugurib yurardi Poti. Kimni qizi ekan? Tug'an akam, mani qizim. Xudo xolasi bu ham daranglagan bo'ladi bu. O'shanda yosh edik. Shirnapam o'sha yerda syomkaga tushayotganlarda o'sha Fotimani olib kelganlar so'qoqqa. Xudo qarasam, chiroyli qiz kelyapti. Atlas o'ynaydi. Qop-qora soch, qop-qora qosh, jaranglagan ko'zlar. Voy. Foti juda ham tiri, nima deydi bizda? Живой deydi, tiri. Unda u yoqqa boradi. Uni so'rab, foto deb qoldim. Stomakiya, здравствуйте. Ya men iymonim komildi. Aktrisa bo'ladi dedim. Mana borib mana shu darajaga yetib o'zi yaxshi inson. Mana hozir shuncha kinolarda o'ynab, ko'p butun ismini biladi uni. Fatih desa Fatih. Fatih. Rejametova. Uni bilishadi. Ham juda mamlaqa emas. Har doim o'sha jaranglab turadi ko'zi. Men juda ham yaxshi ko'raman. Eng kerakli hozir o'zi mana kichkina o'g'lim, mana o'g'li ham mana qanaqa bo'lib qolgan. Firdavs, juda ham yaxshi bola. Iste'dodli o'zi ham. Endi avlod. Baraka topsin. Tilaging Xudoy taolo bersin tilagingni. O'ying fayz barakali bo'lsin. Mana shu avara chavaralarni ko'rib yurgin. Kinodan oyog'ing uzilmasin. Tomosha qilayotganingiz Mening yurtim telekanali va efirda bugun yakshanba. Haqiqatan ham bugun yakshanba. Bugungi studiyamizning mehmonlarini siz ham biz ham yaxshi ko'ramiz. Mashhur sulolaning vakillari. Assalomu alaykum Fotima opa. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Bugun yakshanba, sizda yakshanba qanaqa o'tadi? Keling shundan boshlaymiz. O'zi bilasizmi, mana akam bilan ikkalamiz teatrda ishlaymiz. Yakshanba degan narsani o'zi yo'q bizda, chunki bizni dam oladigan kunimiz dushanba. Chunki odamlar yakshanba kuni dam oladi. Hamma spektakllar, teatrdagi hamma spektakllar aynan yakshanba kuni to'g'ri keladi. Lekin bugun qarang, nasib qilgan ekan siz bilan uchrashib turganimiz. Yakshanba kuni o'zi hamma ham yaxshi ko'rsa kerak dam oladigan kunlarni. Hamma ishlarni bir haftada yig'ilib turgan yig'ilib qolgan ishlarni bajarishga, mana misol uchun biz men hovlida anaqa qilaman, yashaymiz biz. Daraxtga hozir mana bahor fasli keldi. Hamma yoq uyg'onish, ekish. Men uy ishlarini qilishni juda ham yaxshi ko'raman va sog'inib juda ham. Onam tarbiyasi shunaqa edilar. Juda ham ozoda edilar.
o'shanga lekin yakshanba kunlari hamma ham dam olishi, ko'chaga chiqishi, aylanishi, ko'chada mana Firdavs bilan biz juda ko'p aylanamiz. Siz bularni qanday ishlatyapsiz? Professional aktyorlar gapingizga kiryaptimi? O'zimizni videolarimiz uchunmi? Yumor berish masalan oyimdan bo'ladi. Qanaqadir ideyani men o'zim bersam, uni yumorga olib borib, maromiga yetkazish oyimdan. Ну и уже tog'amni ham endi qo'shdi, endi ikkalovligi yaxshigina chiqarib berishyapti shu videolarni. Baribir bu jamoada siz prodyusersizda endi, rejissyorsiz. Mani iltimosim bilan. Biz bunga yordam beryapmiz. Mani iltimosim bilan faqat. Firdavs sizlarga yordam beryapti. Yaxshi, yaxshi. Yo'q, endi Bahonada tanishib oldik ham prodyuserimiz. prodyuserimiz bilan tanishib oldik. Umuman har doim aytganingizni qiladimi syomka jarayonida? Aytganingizni qiladi, ishi g'alati o'zi. Mani yoshim, tog'amni yoshi, oyimni yoshi. Men Lekin aytmayman. zo'r maktab olyapti Firdavs. Misol uchun hozir u o'zidan bo'ladigan narsalar emas-ku. Misol uchun uni dars qilib, o'tkazib qo'yib, bu bo'lmasa oliygohni qanaqadir imini etilgan narsa bilan emas. bitirgan, san'at Tog'am o'zlari oliygohini. bilanlar nima bitta g'oyani bitta o'qib chiqsak bo'ldi. Shu bilan получается kim nima qilishi o'zligi biladi. Kamera qo'yildi, shu bilan o'zidan o'zi bo'lib ketadi. Hammasi improvizatsiya, hammasi. Masalan, Bunaqa siz buni qilasiz, siz buni qilasiz. Havas kelyapti, chunki qanday yaxshi, shunday bitta g'oyani o'qishadi, yaxshi bir narsa. Bo'ldi, shu bilan to'g'ri. Did degan narsalarni misol uchun san'atda mana u yo bor, yo yo'qda, hayotda ham, san'atda ham xuddi shunaqa narsa. Mana misol uchun chegara, me'yor, did. Mana shu narsalarni bu yoshligidan o'rganib kelgan. Yaxshi spektakllarni ko'rib, yaxshi kinolarni ko'rib, o'rganib kelgan. Hozir ham misol uchun avtomatik tarzda yomon narsani misol uchun qabul ham qilmaydi, yomon narsa qilishga harakat ham qilmaydi-da. O'shanga Firdavsga o'sha yomon narsa degan narsa tushuncha yetib bormagan. yetib bormagan. Lekin yomon narsani anaqasini biladi. Qadr qiymatini biladi. Qiymatini ham biladi. Bu yomon degan narsani baho farqiga boradi. Erinmasdan javob yozasiz kommentariyalarga. Bitta. Bu odamlarga juda ham yoqyapti. e'tibor. E'tibor. Chunki shu o'zlariga aynan o'zlariga berilgan mana men yozdim-ku, menga bo'lgan javob deb qabul qilishyapti-da. Xuddi mana shu paytda o'zida beryapsiz. Juda ko'p kommentariyalar kelgan. Hammaga bitta javob beryapsiz. Aytyapman, erinmasdan hammaga javob bering. 1000 ta, 2000 ta misol uchun kommentariyaga prosmotrlarimiz 4,5 million, mana akam bilan roligimiz 5 million prosmotr bo'ldi. Yomon chiqmadi. Qolganlari ham yaxshi, biz endi prosmotr uchun qilmayapmiz. Instagramdagi shu videolar muloqot muxlislar bilan oyimni yaqinlashtirib, har bittasi bilan bitta gaplashib chiqishlariga imkoniyat beryapti-da. Lekin men bitta narsaga xursandmanki, bizning tomoshabinimiz ham o'zgardi hozir. Onga oshib, boshqa qilib, masalan, agar shunaqa narsaga tushib qolsang ham aytadi, bu narsa rasvoy ekan, lekin bu aktyor baribir yaxshi o'ynabdi degan narsani oldin unaqa emas edi. Oldin shu yomonmi bo'lib ketardi. Tanlab tushunishyapti hozirki farqiga borishyapti. Sabr qanoatni, vafoni, mehnatni shu ayoldan o'rganish kerak edi. Bir pasda shunda gaplashib turganda, osh qilardilar, gaplashib turganda somsa qilardilar. Keyin qarang, taqdir taqozo bilan bittagina Zuhriddin o'g'illari bor edi. Men taniganimda. Keyin yillar bir 3-4 yildan keyin birdaniga Shirnapa egizak tug'ib berdilar-da bizga. Bu bizni teatrda juda katta shov-shuv bo'ldi. Qarangki, taqdir taqozosi Shirnapa bilan To'g'on akani yana ham qattiq birlashtirdi. Bir qiz, bir o'g'il, Poti Husan. Keyin borardik. Endi men juda yaqin bo'lganim uchun ham Shirnapani hali ko'krakdan sutdan ajratish paytida o'zim men Potini olib ketganman uyimga. Men bir ayolga shuncha fazilat kerak bo'ladigan bo'lsa, shulardan o'rganish kerak degan fikr. Lekin chaqqonliklarini,
birro nutqlari, sahnaga mos nutqlari, birro gapirishlari, qarashlari, lekin qahrlari ham qattiq edi. Qahri ham bor, mehri ham bor, hamma narsasi bor edi bu ayolda. Bitta oiladan deyarli hamma farzandlar san'atni tanladi. Ota onangiz san'atkor. Bu qaysidir ma'noda qulay bo'lishi mumkin. Hamma bir-birini tushunadi, hamma bir-birini ishini biladi. Lekin noqulayligi ham bormi shu narsani? Bitta ham noqulay joyini bilmaganman. lekin bitta narsa bor, yoshligimda hali Fotima, Husan hali tug'ilishmagan. Yaxshi taraflaridan man yoshligimdan, kichkinaligimdan уже mustaqil bo'lganman. Men bizada bilmadim, bizada qanaqadir shunaqa bo'lganki, balki bu omaddir. Bizada bo'lmagan qanaqa. Mana qulay noqulay deysiz. Mana shu nyam-nyaki ko'rsatuvni olganimda ham shunaqa force major payti bo'lib qoldi. Yonyapti desam, nima yonyapti? Olib qo'rqdilar. Aka kelmasangiz bo'lmaydi desam, voy men boshqa kiyimdaman, osh damlab turgan joyimda aka hammasini tashlang, iltimos kelib bering desam, misol uchun keldilar. Bunda mana akam ha dedilar. Meni qutqardilar hisob. Noqulay bilmayman, biz namorat bir-birimiz bilan har xil joylarga borganimizda ham, mana tadbirlarga borganimizda ham juda ko'p tadbirlarga yuramiz akam bilan. Duetlarimiz bor, keyin mana sahnada o'tirsak ham bundoq ishora bilan, ishora bilan biz tushunamizda. Bolalarimiz ham shu hammasi shunaqa. Husan aka sahnada emaslar, san'atdan Bu meni ketdilar. dardim. San'atda emasligi. Chunki men hamma joyda aytganman, o'ziga ham aytganman, buni hamma biladi. U mendanda kuchliroq, iste'dodi ham, kinoyasi ham o'xshamas, juda zo'r aktyor. U boshqacha, biz mana uchalamizdan u boshqacha, biz akam bilan hazillashamiz, Husanimiz boshqacha deymiz. Lekin men aytaman, Husan, sen mendan yaxshi aktyorsan desam, voy yo'q, Poti, sen qattasan deydi. Juda uyatchan. Sen qattasan deb qo'yadi, xuddi men kosmosda uchib yurganman, u pastda yuradi. O'zbek film degan mashina kelsa, Husanning samakati bo'lib, shuni ko'rib qochib ketaverardi, uyalganda qochib ketaverardi. Rost. Voy, bo'ldi, shunaqa qilsa. Shu qanaqa. Keyin institut bitirib, men teatrda o'zi chuqurlashib. Keyin unga yetardi. Tortib yurardi qulog'idan, endi nima rostini aytish kerak. Oyim bilan adam aytadi, men qara, ko'chirib olsam, qiynab yubording-ku buni. Ko'chirib. Juda ezilib ketdi bola. Juda ezilib. Men 5 ga o'qirdim. U sekin rahmini keltirishni juda yaxshi ko'rardi. U bir narsa bo'ladigan bo'lsa, 5 ga qilib mevachi va bu narsa bu sekin surib qo'yardi. Oyim Husan vitamin ekan. Hozirgacha hazillashamiz-da. O'tiramiz, shashlik boshqa o'tiramiz. Sekin surib qo'yamiz. Bizga vitamin yetib. Ha, u ham to'xtab qoladi Husan. Vitamin yetishmi, ukamga deyman. Alam qilardi. Men endi yozib endi tez ko'chalarga chiqib ketardim-da. Tayyor narsani ko'chirishga bermasdim-da, keyin bir marta hammomga kirib ketdim-da. Daftarim bilan kirib ketdim. Ko'chirib qo'ymasin deb. Ha, endi oyimni ovozlarini eshitaman. Hop, Pati, ber. Nimaga? Yo'q deyapman. Yo'q, qiynalsin ozgina. U ham ozgina harakat qilsin, o'qisin desam, endi tashqaridan agarda ko'rsa, Husan bechara mana shu eshikni kichkina joyi bor. Ana o'sha yerga bechara yotyapti. Mo'ltillab kutib o'sha daftarni. Voy, bunda eshikni ochsam o'sha yotgan ekan. Hay, bola qiynalib ketdi. Ben ko'chirib olsin. Mana senga deb daftarni otganman-da, men ko'chir. Lekin ertaga bolangiz ikkinchi bo'lsa, mayli u ertaga bo'ladi. Hozir ber. Hozir ko'chib juda oxirgi marta. Qiynalib. Oxirgi marta bo'ldi. Ko'chirib olsin. Oxirgi marta bo'lmagan. Yo'q. Hozirgacha. Sekin, birga. Endi hozir kulishib anaqa qilamiz-ku. Birga 10 yil maktabda o'qiganmiz, bog'chada birga 4 yil oliygohda o'qidik, 15 yil teatrda ishladik. Endi juda ham yaqin biza. Albatta, egizak bo'lgandan keyin xayolimiz bitta bizani.
har xil xonada yotishsa ham bir xil pozada uxlash yotishardi bular bir xil. qara qara shu ko'rsatgan ekan. ichki urardi bir-biriga. Oyog'ini bundoq qilib yotishi bir xil, har xil xonada. Fotimaga man tan beradigan bitta narsam shu onamni rahmatligini bitta gapini olganki, hamma narsada birinchi bo'l. Hech qachon o'rtamiyona bo'lib yo'q, qoldi. yo'q. Yo bo'l, yo bo'lma. Birinchi bo'ldim, mana harakat qilib, boshqa qilib, man bitta narsani aytmoqchimanki, man juda ham baxtli insonman. Nima uchun? Shunaqa ota-onam bo'lgani uchun keyin menga yana bir meros qilib, shunaqa ukalarni qoldirib ketishgan. Qanday baxtlisiz. Rosa havas qilishadi odamlar. Qanaqa baxtlisiz, akangiz bor deydi. akangiz bor. Ha, bir ikkitasiga javob berdim. Bo'lmasam Firdavs ham aytadi, "Voy, bunaqa kommentariyaga javob bering. Bu mani akam bo'ladi." Shunaqa maqtanib aytaman, shunaqa g'ururlanib aytamanki, hech kimda yo'q unaqa aka deyman. Misol uchun. Hammada bor bo'lsa kerak. Endi Menda yo'q-da. yo'q siz dedik sizlarni. O'zi kattada shunaqa bo'ladi, o'zi. Qaysi biri ko'proq otangizga o'xshaydi? Zuhriddin akami yoki Husan akami? Qaysi biri ko'proq fe'llarini olgan? Ko'rinishlardan sizni o'xshataman tug'an. To'g'ri. Bizadachi bo'lingan. Mana shunday olasizda rasmlarni bundoq qo'ysangiz, 8-9-sinflar Husan endi quyib qo'ygan. Keyin domlalarim aytardi, Moskvada o'qituvchilarim aytardi. Bo'ldi, sen kulganingda juda o'xshab ketasan deyishardi. Ko'p emas, endi bu yerda O'zbekistonda hamma aytadiki, o'xshaysan. O'xshashni aytyapsizmi yo ichki dunyosini aytyapsizmi? Ichki dunyosini aytyapman. O'xshashlikni biz tashqarida ham baholay olamiz. Mana hozir aytaman, Zuhriddin aka shaxsan men To'g'on Riyametov rasmlarini ko'rganimda, voy Zuhriddin akaga o'xshar ekanlar. Juda ko'pchilik meni o'xshatishadi. Bo'linib, Lekin men bo'linib. hozir ayni paytda siz Shirin opamga Hozir endi o'xshab oyimlarga qolgansiz. rosa o'xshatishyapti Shirin opamga o'xshab ko'pchilik. qolgansiz. O'sha milliy teatrda So'zlarini. ko'rganman-da Shirin opamni. Yoshlari katta Gaplarini. bo'lganda ko'rganman-da spektaklda. Hozir bemalol chiqib xalq o'yinidagi Shirin opamni rolini o'ynasangiz bo'ladi-da. Balki. Hozir o'xshab qolgansiz Shirin opamga. Mana bularni shu davr bo'yicha mana yoshligida, odamni yoshligida misol uchun Husan o'xshaydi. Sochlarini manaqasi-yu, 43 yoshda mana odam 43 yoshlarda o'tgan bo'lsalar, xuddi shunaqa moshqichiri, oppoq sochlari, oppoq odamni qovoqlari odamga juda ham o'xshaydilar akam. Ichki dunyosini fe'lida. fe'l atvorini misol uchun mana chaqqonligim, tezligim, qo'lim shirinligi onamniki, ko'nglim bo'shligi odamniki. Misol uchun men o'zimni ayta olaman. Akalaringizdan. Husan uyatchanligi ko'pya odam. Chunki odam umuman kam gap. Chizib o'tirarlar-da, bitta gapirib qo'yarlar. Ana u joylari juda ham o'xshaydi. Husanniki. Akamni hammasi odam bo'lsa kerak. Shirin opamga o'xshab ketayotganini qachon sezdingiz? Fotima opamni. Endi ana vaqtini aytaman, ancha bo'ldi bu narsaga aytmayman. Lekin men bitta narsani aytmoqchimanki, mani buvim rahmatli, adam rahmatlining onalari oynasi. Oynasi. Juda o'xshaydi. Oynasiga o'xshayman juda o'xshaydi. buvimga. Ammamga juda ham o'xshayman. Bittagina ammamiz bo'lganlar. Amma keldi, hamma keldi degan narsa shu ammam. Siz qanaqa ammasiz bugun? Voy, men jinnamman. Men shuni qaltirab qolaman. Bolalar meni shunaqa yopishib, endi men bola chaqa nafaqat o'zimniki, qo'shni bolasi bo'ladimi? Bolajon, kichkinaligidan shunaqa. 5 kichkina bolalarni ochib, 5 olib, o'ynatib, tarasha qilib qo'yardimki, bu odam ko'rmaslik uchun. Chunki men o'zim kichkina bo'lganman. Bemalol menga bolalarni tashlab ketishardi. Juda ham yaxshi ko'raman. Jiyanlar sizdan foydalanishadimi? Marhamat, sizga Zuhriddin aka qanday Variant B deydi. B. Hamma foydalanadi. Hamma. Muhabbatimdan foydalanadi. O'zi nima pulimmi, obro'yimdanmi yo'q, endi mehrdan mehr cheksiz. Oyini Fotima eng yaxshi ko'rgan rangi qaysi? Lavanda. Oyimni yaxshi ko'rgan filmlari qaysi? Filmi? Filmida.
Buna qiyin savollar bermang. O'ylab ko'raman hozir senga savol. Fotimani nima jahlini chiqara oladi va qanday vaziyatda ko'p achchiqlanadi? Kimdir kech qolsa juda jahllari chiqadi. Oyimni sevib tayyorlaydigan taomlari qaysi? Hamrovqat. Hamrovqatlar juda yaxshi ko'radi. Lag'monlar. Lag'mon, shirpildoq. Endi lag'mon. Hali unga yetadigani yo'q deb o'ylayman. Oyingdan yoki mendan bekitib sigareta chekkan vaqtlaring bo'lganmi? Umuman hamma hayron qoladi. Ko'pchilikda baribir krugida, например, hamma chekadiganlar bo'ladi, kimdir bir marta bo'lsa ham chekib ko'rgan bo'ladi-ku, menda bir marta ham bo'lmagan ekan. Ko'zimga qara. Qo'shim bo'lmagan. Bo'lmagan ekan. Xo'p. Tog'a, agar men afrikalik qizni yaxshi ko'rib qolsam va bu sevgi chin bo'lsa, ammo oyim bunga qarshi chiqsalar, siz bu vaziyatda menga qanday yordam bera olardingiz? Juda qiyin savol. Juda qiyin savol. Unga plastik xirurg oldiga borishim kerak. Men o'zimni o'zgartirishim kerak u uchun. Agar men Tushunishim uchun. Tushunyapsanmi? O'yin tayyorlashim uchun. Narsaga. Chuqur o'ylamaydi. Tanlagan kasbingdan afsus qiladigan vaqtlaring bo'lganmi? Yoki aktyorlikni onang uchun tanlaganmisan? Zo'r savol. Yo'q, men tug'ilgandan shu atmosferaning ichida o'sganim uchun bu atmosfera juda yoqadi. Sizga biz bilan Instagramda kontent olish yoqadimi? Juda. Juda. Oyimni xafa qilganmisiz? Buni oyingdan so'ra. Chunki men bunaqa Menimcha vaziyatlarni xafa qilmaganman. men bunaqa vaziyatlarni chunki bilmayman, eslamayman. Mana oyingdan yoki mendan bekitadigan biron jiddiy siring bormi? Yo'q. Shirin buvim kimni ko'proq yaxshi ko'rganlar? Sizni yoki oyimni? Husanni. Husan, Kenjani. V variant yo'q. Kenjatoy. Fotina birinchi suratga tushgan filmi qaysi? Men bilaman, tug'ilganlaridan beri shu тоже kinolarda tushadilar. Men faqat Чужая пятеркani eng eskisini esla olishim mumkin, lekin undan oldin ham ko'p kinolari bo'lgan. Uni bilaman. Don Podjar kim Don Podjar. Jazirama quyosh ostida. Juda kichkina edi. Fotiga qachon kelin olib kelasan? Ha? Xudo xolasa. Hammadan kelayotgan bu savol Olib juda kelasan. ko'pchilikni qiynayapti. Va'da berasan. Xudo xolasa. Tomoshabinlarga, hammaga, Juda qiynalib ketdi. bizga ham qiynalyapti hamma. Yo'q. Juda qiynalyapti. Men вообще qiynalib ketdim. Fotima opa, qanaqa kelinni orzu qilyapsiz? Hollab kuladigan paytini ko'rmaganman-da Firdavsni. Sal iljayib qo'yishi mumkin, lekin yuragim bilan kuladi. Mana shu kelayotgan bizlar baribir bizga buni peshonasidagi shunaqa chiroyli bitta turmush o'rtoq, bizga kelin, menga qiz bo'lib kelyapti xonadonimizga. Hozircha biz uni kimligini bilmaymiz. Lekin bir uyini burchagida o'tiribdi-da, ko'z-ko'zga tushmadi hali. Lekin meni o'g'limni baxtli qilib faqat kulib yurishini xohlayman. Mana shu qiz baxtiyor qilishni xohlayman Firdavsimni. Qo'ynini olib, u ovqat qilishi-yu, ozodagarchiligi u boshqa. Bunga mos poyma-poy deyishadi misolcha. Poyma-poy ekan deydi. O'zbeklarimizni shu eskilarimiz gapi bor ekanda, oyog'iga poyma-poy ekan. Bir-biriga mos bo'ladigan qalliq kutyapmiz uyimizga. Nima desa bo'ladi? Servant bor-ku, servant, o'sha servantga bundoq o'tkazib qo'yib, tomosha qilib o'tiradigan kelin kerak emas. Kerak emas deydilar. Menga shu Fotimaga yordamchi, lekin baribir Fotimani bilaman, xarakterini ham bilaman. Shu kelin emas, qizdek qabul qilib, iloji boricha faqat bular baxtli bo'lishini istaydi. Chunki bu Fotima. Fotimaxon ko'p kelib turardi. Kelib turadi ham teatrimizga. Biz juda ham mana ota-onasi o'tgandan keyin baribir biz hali ham Fotimani ko'rsak, o'sha ikkita ulug' aktyorlar ko'z oldimizga keladi. Shirin Azizova, To'g'on Rejimetov.
man o'ylaymanki bunaqa aktrisalar aktyorlar u unvonga qaralmas ekan. Unvon bormi yo'qmi, shunaqa aktrisalar borki unvoni ham yo'q, lekin shu dunyo esingizdan chiqarmaysiz. O'shalarning orqasidan ketdik biza. O'shalarning fidoyiligi bizaga ham yo'qdi. Biza ham mana Madinaxon, man, Aziza Bigmatova hammamiz teatr fidoyisi biza. Zuhriddin adasini orqasidan ketdi. Men ularga bitta teatrda ishlamayapmiz, lekin ko'p birga ijod qilamiz. Yo televiziyada uchrashib qolamiz, yo spektakllarimizga kelishadi, yo biza boramiz. Men o'sha qizga onasini sabrini, toqatini, san'atga fidoyiligini tilayman. O'sha qiz ularning orqasidan ketyapti. Zuhriddin ham orqasidan ketyapti. Men havas qilaman. Agar shunaqa hech qanaqa talab qilmasdan, men palonchini qiziman, yo pistonchini o'g'liman deydigan narsa yo'q. Bular mehnatkash. Fotima ham shunaqa mehnatkash qiz. Men ularga faqat yaxshilik tilayman. Har safar shu Fotima opamdan, sizlardan eshitgim keladi. Shirin opam haqida, To'g'on aka haqida, o'sha hindistonlik Babita Kapurga ziraklarning uzuklarni. Aziya, Afrika, Latinska Amerika festival bo'lgan. Shu odamga faqat Hindistonning gruppasi tushib qolaverardi. Raj Kapur, o'sha o'zini paytida juda katta aktrisa, shu Babita degan aktrisani rasmlari ham hali bor, bundan o'yilgan rasmlarda. Voy, endi uyimga taklif qilib qo'yganman, mehmon keladi, Shirin, endi bugun olib boraman mehmonlarni deganda, keyin bilmaganlar adam. Endi hozir uyga olib borsam qanaqa kutib oladi, lekin oyimlarni xarakterlarini ham bilarlar, ishonmaganlar. Endi shunchalik kutib oladi deb ishonmaganlar. Keyin 9-qavatda yashardik. Eshikni shunday ochganda, boshqa joyga tushib qoldim deb bo'lgan voqeada, chunki hamma joyga gilamlarni osib 6-etajda teta Pola turardi. Dada Yoshikmi, otlari, dada Mishami. Ana o'sha yerni nima bor bo'lsa uyda tashib 3-4 soatning ichida gilamlarni qoqib, yerga yozib, stol stullarni qo'yib, butun xrustallarini olib kelib stol yasatganlar-da. Endi baribir chet ellarning mehmonlar kelar ekan deb. Endi ovqatlariga endi u gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r qilib kutib olganlar. Endi shu chiqib ketishganda bunaqa qizil toshli onam rahmatlini, onalarini, buvim rahmatlini, onam oyisini uzuylari bo'lgan. Endi o'zi bittagina, o'zi tillaga uncha anaqa qilmaganlar, qiziqmaganlar. Yodgorlik bo'lib shu uzuylari bo'lganda, keyin hamma o'zi xayrlashib chiqib ketayotganda endi adam ularni olib borib qo'yish kerak edi mehmonxonaga. Keyin bundoq qo'llarini cho'zganda bundoq degan Babitda. Keyin bundoq qilganlar, qo'llarini bundoq qilganlar. Keyin shu tushungan. Voy, keyin bundoq qo'l-qo'lga tushgandan keyin o'sha bundoq qaravotda o'sha bilyapti, shu olib qo'yadi deb. Keyin voy Shirin ber, qanday qilib beraman, yo'q, To'g'on, onamni ketsa ber, uyaltirmadim. Mashina yechib berganlar-da. Keyin endi boshqasini olib beraman, Shirin uylantirma. Endi oyimlarning xarakterini bilish kerak edi. Bu vaziyat juda qiyin vaziyat bo'lgan. Lekin bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan, misol uchun. Otam bilan oyimlarning munosabatlari ham juda kitob yozadigan darajada bo'lgan. Adam rahmatli ko'pchilik tanirdi, juda rus tilida populyarniy deydi, aktyor, mashhur. Kelgan o'sha 26-soat emasmi? Bir kuni radio komitetga kelyotgandikda, onam rulda, Adam rahmatli yonlarida, men orqada. 5 ta gaishnik qiz bo'lardi u paytda SSR davrida. Qop-qorachadan kelgan tsakan, eski tsakan tagida turardi. Churretib to'xtatdi-da. Yani uni ochib oyimda qarasa, unda engashdi-da, adamni ko'rdi. Ya To'g'on aka, bo'ldi. Qanaqa desa, "Men tanidingizlar" dedilar. "Ha. Meni hurmat qilasiz?" "Ha." Anaqa dokumentlar qo'lda tekshirdi hamda. Talon bo'lardi unda. Shu talon agar meni hurmat qilsangiz tekshirib bering dedi. U g'alati bo'lib qoldi. To'g'riga hazillashib qolsa,
man jiddiy gapiryapman sizga dedi. Biroz so'zingizni qarz etib ketishdi-yu. Shu tezroq ketsangiz oyimni qarab turibman-da g'azablari shunday dedi. Kulyaptilar. Kulib, ertaga yangisini olib beraman. Mazza qildim deydilar, kulib. O'sha hazillashishadi. Hali gaishni hali ko'zimni oldida turibdi. Yo tug'on aka, men qandoq shuni iltimos qilyapsiz bo'lsa, pul siz uchun mayli deb deyishdi. Ahvollar oyim o'sha. Rahmat kelganinglar uchun. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Sog' bo'linglar, har doim omon bo'linglar. Xalqimizni, yurtimizni xizmatida, mehrida, e'tiborida hamisha shunaqa bir sevimli bo'lib yuringlar. Rahmat. Xursandman studiyamizga Rahmat. borganda. Rahmat. Rahmat.